Aka, yana 50 o'tib bering olaman. Tirikchilik deb bizani. O'ta olmayman. Ha, bering. Olsangiz shu aytgan narxim bo'ldi. Mayli, ko'raylikchi. Ha. Mashinangiz aniq tozami? Ha, toza. Men qirmiy yozganman, lekin qirmina yurmagan o'zi. Ozgina o'tib bering endi. Bir yaxshilik qiling. Yaxshilik ham qilamiz aka. Savdo qilib olaylik avval. Bo'ldi, olaman. Bo'ldi aka. Qaysini tarzga boramiz? Hozir to'g'ri yuzga haydang. Ee, O'sha yerda gaplashamiz. Mana shu meni uyim aka. Qanchaga kelishgandik? 8000. Mana. To'g'ri ekan. Bu rasmiylashtirishchi. Bitta ukamiz siz oldingizga keladi. O'sha nomiga o'tkazib berasiz. Ungacha mashina sizni uyingizda turib tursin, maylimi? Mayli. Baraka toping. Labbe. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baxtiyor ketgan yigitman. Mashina olib ketgani keluvdim. Bormisiz? 10 kundan beri sizni kutaman, Biz shuna qo'yib qoldi. Bo'ldi, hozir chiqaman mana. Mana aka. Hujjatlaringiz, Rahmat. kalitingiz. Yaxshiligi buyursin. Rahmat aka. Bu sir bo'lmasa, mashinani qanchaga oldingiz? Tekinga hadya qilishdi. Gap yo'q. Bu akangizmi olib bergan odam? Yo'q, tanimayman u odamni. Hazillashyapsizmi? Qanaqa qilib umrida tanimagan, bilmagan odam butun boshli mashinani tekinga berib yuboradi? Aka yaqinda boshimizga ozgina kulfat tushib, ustaxona bilan uyimizga o'tib ketgan edi. Ko'pchilik yaqinlar qarashdi. Keyin mahalladagi bir yaqin akamiz shu odamga aytgan ekan. Mana mashinani bo'lib turibmiz-da. Endi kira qilib, ro'zg'or tebrab turamiz. Mayli. Aka, Salomat bo'ling. yaxshilikka buyursin. Ozgina o'tib bering endi. Bir yaxshilik qiling. Yaxshilik ham qilamiz aka. Savdo qilib olaylik avval.